Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Barno. Sog'lom turmush tarzi markazida faoliyat ko'rsatyapman. Erta tongdan bizda ajoyib bo'lgan loyiha, ertalabki nonushta deb nomlangan loyihani yo'lga qo'ydik va bu loyihani eng asosiy mazmunisi erta tongdan balanslashgan va juda ham bu ham ruhiyatimizga, ham tanamizga ajoyib bo'lgan quvvatni berish. Bu bilan biz ishga ketyapmizmi, bog'chaga bolalarni joylayapmizmi, maktabga ketyapmizmi yoki umuman o'z faoliyatimizni olib borishga ketyapmizmi, albatta foydali va sifatli nonushtadan foydalanib, rizqlanib o'z faoliyatimizga borishimiz muhim hisoblanadi. Demak, kam-kamdan ertalabda suvlarimizni ichib olyapmiz va biz uchun eng zo'r bo'lgan aloylarimizni nima qilyapmiz? Klassik turusidan foydalangan holatda ichib olyapmiz. Keyingi bizdagi yo'nalishimiz choy. Keyingi etapimizda choy, klassik o'tli choy. Bunda 6 ta fitokomponentdan iborat: kardamon urug'i, gibiskus gullari, undan tashqari gulxayra ekstrakti, qora choy, ko'k choy va kofeinlardan iborat bo'lgan choyimiz hisoblanadi. Xo'p, va bizani ajoyib bo'lgan ertalabki nonushta, xohli master-klasslardan tayyorlangan chiroyli bo'lgan bunaqa mafinachalarimiz. Demak, bular albatta qovunli va shokoladli Formula 1 nimadan tayyorlangan? Kokteyllarimizdan tayyorlangan. Bunaqa kokteyllarimizdan tayyorlangan. Xo'p, va buni ichiga demak, aynan protein mix drinklari ham qo'shilgan hisoblanadi. Va bitta xarti ham mavjud. Mana shirinlik berish uchun albatta ovsyaniy yablочный napitkni nima qildik? Qo'shdik maza qilib. Erta tongdan oilaviy tarzda shunaqa ajoyib bo'lgan nimalardan foydalanamiz? Mafinalardan, master-klasslardan foydalanamiz. Mazasini faqat tatib ko'rib bilsak bo'ladi. Bunaqa mafinalarni hammaga tavsiya qilamiz.